Hammaga salom bo'linglar, Srimuz kanaliga xush kelibsiz. Demak, ko'ryapsizki, biz bugun demak yangi serverda o'zimizni demak yangi sarguzashtlarimizni boshlaymiz bo'llar. Xo'p, demak mana ko'rishingiz mumkinki, biz hozir demak Ice Cube serverda bo'llar. Demak, e'tibor berishingiz mumkinki, oxirgi Vibe serverda demak 3-4 kun oldin bo'lgan, demak 8-avgust kuni bo'lgan bo'llar. Bugun esa 11-12 xo'p. Demak, bo'lmasa, nima serverga unda kiramiz. Demak, sizlar bilan demak mana shu anarxiyani birinchi bo'limiga kiramiz bo'llar. Hozir to'g'risi aytsam, videoni kechqurun olyapman. Chunki demak so'nggi paytda ozgina vaqt kamroq bo'lishi mumkin. Xo'p. Yo bo'ladi, demak men hozir spawndaman. E'tibor berishingiz mumkinki, spawn juda ham boshqacha, boshqa serverlardan ko'ra anchagina farq qiladi va juda ham katta va o'zini demak qulayligiga e'tibor berishingiz mumkinki, demak bizni mana bu qasrlarimiz Rim nimalarga o'xshaydi. Qasrlarni mana shunaqa tarixiy nimalarni ko'rgan bo'lsangiz agar, filmlarni ko'rgan bo'lsangiz agar, mana shunaqa demak stilistiga qurilgan, dizayni mana shunga o'xshas ekan. Hop, demak bu yerda e'tibor berishimiz mumkinki, nima ekan bu yerda? Men shunchaki demak qiziqish uchun ko'ryapman. Bu yerda keyslar ekan, adashmasam bu donat keyslar bo'lsa kerak. Hop, bularni demak videolar davomida sizlar bilan ochamiz. Videolar davomida demak bularni hammasini ko'rib chiqamiz. Hammasini demak to'laqonli sizlarga yetkazaman bo'llar. Hop, demak bu yerda mana shu yerdan demak start boshlanadi. E'tibor berishingiz mumkinki, spawnimiz juda ham kattakon ekan, juda ham katta. Bu yerda masalan ko'p o'yinchilar to'plansa agar, server o'ylamay qotib qolmaydi. Xo'p, bu yerda demak bizning mana bunaqa konduktorimiz bor. Bu orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan joyga demak tezdagina borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak mana bu yerda avtoshaxtamiz bor ekan. Avtoshaxtamizga e'tibor berishingiz mumkin. Bu demak ozgina kattaroq avtoshaxta ekan va bu yerda hozirchalik o'yinchilarni ko'rmayapman. O'ylaymanki vaqt davomida bu yerda o'yinchilar ham ko'payadi va o'shalar orqali demak birgalikda biz mana shu yerda demak ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu server bo'la boshqa serverlardan ko'ra anchagina farq qiladi. Farqlirog'i demak mistiklarida, masalan, yana pul topish demak buyer skupshiklarda juda ham ko'proq yangiliklar bor. Va serverda shunchaki demak o'ynaganingіз uchun demak serverda siz donat tokenlar olishingiz mumkin bo'ladi. Endi 1-2 soat masalan 3 soat yoki shuncha o'yin vaqt o'tkazganingiz uchun sizga demak token beriladi va adashmasam donat ham tekin berilishi mumkin. Chunki tekin donat orqali siz o'zingizga kerakli bo'lgan demak kitlarni demak tezlikni olib, demak narxida demak top o'rinlarni egallashingiz mumkin bo'ladi. Hop, bo'lmasa demak hozir o'zimizni demak kit sartimizni olishimiz kerak bo'ladi. Bu narxida ko'tarilish ozgina qiyin bo'lishi mumkin, chunki bu yer demak hard rejimda qilingan anarxiya hisoblanadi. Bu yerda kitga ko'p narsa berilmaydi sizga demak anarxiyada kuchayishingiz uchun kerakli bo'ladigan narsalardan biri beriladi bo'ladi. Hop, bu yerda demak ko'rishimiz mumkinki, demak bizning top demak tokenli o'yinchilarimiz bor ekan. Hop, demak bu yerda eng yaxshi ko'p o'ynagan o'yinchilarimiz onlayn bo'lgan va bu yerda eng balans ko'p bo'lgan 181 million. Yo, qanday qilib bunchalik demak 3-4 kun ichida shuncha mablag' to'plashgan ekan, men buni bilmayman. Endi ko'ramiz. Balki bu serverda pul topish ozgina osonroq bo'lar. Chunki bu serverni hali mablag' topish sxemasini va ekonomikasini hali bilmayman. Shuning uchun demak vaqt davomida ekonomikasini hammasini demak o'rganib olamiz. Hop, mana bu yerda demak e'tibor berishingiz mumkin Efrid bor. Bu Efrid orqali siz demak serverda qaysi paytda va necha soatdan keyin demak mistiklarimiz, eventlarimiz paydo bo'lishini bilishingiz mumkin bo'ladi. Demak eventimiz keyingi event demak 24 daqiqadan keyin paydo bo'lar ekan. Yaxshi. Hop, mana bu yerda demak bizning tayniklarimiz bor ekan bolalar. Bu tayniklarni ochish uchun sizlar mistiklarga borishlaringiz kerak bo'ladi va mistiklarda demak kalitlar bo'ladi. O'sha kalitlar orqali mana shu yerdagi demak tayniklarni ochishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda qancha taynik bo'lsa, bularni har birida alohida demak kaliti bo'ladi va ularni alohida kalitini qo'ygan holda bularni ochishlar mumkin bo'ladi bolalar. Hop, yana bitta narsa, agar kimgadir demak startga tezroq kuchaymoqchi bo'lsa agar, sizlarga demak bitta promokod beraman va bu demak mana promokodim hisoblanadi. Shunchaki demak promo stream yozasizlar va yozganlaringiz uchun sizga demak 50 ming tanga start uchun beriladi. Bu o'ylaymanki 50 ming tanga sizlar uchun juda ham kattakon demak yordam bo'ladi deb o'ylayman. Chunki masalan biror narsa tugab qolsa, demak do'kondan bu yerda o'zining demak do'koni bor va u yerdan o'zga kerak bo'ladigan narsani sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi va demak startga juda ham kattakon yordam beradi. Hop, endi bu yerdagi demak e'tibor berishingiz mumkin, tayniklarimizni barchasini olish uchun biza eventga borishimiz kerak. Lekin eventimiz 24 daqiqadan keyin boshlanadi. Hop, demak videolar davomida albatta boramiz. Yo, bu yerda nima ekan bu? Demak biza Palash degan demak ukamiz bor ekan. Hop, bu demak bizga demak zombilar va mamlaqa bombalarni, moblarni o'ldirganimiz va ularni demak boshini berganimiz uchun biz
bizga demak o'zini valyutasi beriladi va bu valyutalar orqali biz demak mana bunaqa demak kalitlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu kalitlarni mistiklardan, eventlardan olsa ham bo'ladi. Endi masalan ko'p kishi masalan mistika borishga ulgurmasa yoki qanaqadir muammo bo'lsa agar, ular shunchaki demak oddiy yo'l orqali mana shu kalitlarni olsalar bo'ladi, shunchaki moblarni o'ldirgan holda. Xo'p, demak, bu yerda demak e'tibor berishingiz mumkin, Ender portal bor ekan bolalar va bu Ender portal demak 6 kundan keyin ochiladi, chunki vibe endigina bo'ldi bolalar va o'yinchilar tezgina demak Ender portalga kirib demak rewardlanishlarni demak oldin olish maqsadida shunday qilingan deb o'ylayman, chunki masalan vibe boshida tez ochilganda hamma o'zini ba'zilarini Ender dunyoda qurgan bo'lar edi. 6 kundan keyin demak Ender dunyomiz ochiladi va o'sha yerda maslahatim ba'zilarini qurishni maslahat berardim, chunki u yerda ba'zilarini topish ozgina qiyinroq bo'ladi. Xo'p, yana nimamiz bor ekan bu yerda? Bu yerda demak to'plarimiz bor ekan. Bu yerda demak kim ko'p o'ldirganlar va demak chap tomondagisi esa kim ko'p o'lganlar. Xo'p, demak bu yerda hech nima yo'q. Xo'p, kelinglarchi yana nima bor ekan bu yerda? Mana bu narsa demak ko'p kishiga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bu demak bizga sovg'alar berishadi vaqt onlayn bo'lganimiz uchun. Demak qancha masalan serverda onlayn bo'lgan bo'lsangiz agar o'shanga yarasha demak sizga demak sovg'a berishadi. Xo'p, bizni bu yo'nalishimizda demak do'konlarimiz bor ekan. Xo'p, demak sotuvchimiz bilan bitta gaplashib ko'ramiz unda. Mana bu yerdagi bizga eng kerakli bo'ladigan narsani bilishimiz mumkin bo'ladi. Eng qimmat demak qilishlar, kirkalar kerakli bo'ladiganlar va bu yerdagi ichimliklar, damlamalar demak, xo'p, demak tuxumlar bor ekan. Mana bu yerda demak talismanlar. Bu yerda demak ikki xil narsa bor, talismanlar va sferalar bor bo'ladi. Demak sferalar sizga demak nima tezlik beradi yoki qanaqadir demak kuchni ko'paytirsa agar, demak talismanlar sizlarga qo'shimcha demak yuraklar qo'shib beradi va sizlarni demak boshqa o'yinchilardan ajratib turadi. Xo'p, yana demak bu yerda kitlarimiz bor ekan. Sizlar demak mana bu yerda demak spectacle degan, mana bu yerda kit bor ekan. Xo'p, menga hozirchalik kit olish kerak emas, chunki o'zimning kitim bor, menga shu ham yetib ortadi. Xo'p, bu yerda demak magazin demak talismanlarimiz bor ekan. Bu narsa demak donat do'konlarni barcha demak nima desam ekan, NPC'lar bo'lsa kerak. Bilan mana shu sferalar aytgandim. Bular ham o'zining xususiyati bor, bularni kirib ko'rish kerak va o'rganishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak qora do'konimiz bor ekan. Demak chornari yedimi shunday. Mana bu auksion menga juda ham qiziq. Auksionda tovarlarimiz ko'p. E'tibor berishingiz mumkin. Auksionda donat resurslar juda ham ko'p e'tibor berishingiz mumkin. Bu donat resurslar qanday qilib bunchalik ko'p olingan bu yerda bilmayman. Menimcha bu yerda ko'p donatorlar bo'lsa kerak deb o'ylayman yoki mistiklardan ko'p olishgan menimcha. Chunki vibe 4 kun bo'lgan va o'yinchilarda bunaqa resurslar juda ham ko'p. Endi bilmasam har bir bitta serverni o'zini demak top o'yinchilar bo'ladi. Yo'q. Xo'p, mana demak do'konimiz bor. Mana bu do'kondan demak o'zgalarga kerakli bo'lgan narsa olishlaringiz mumkin. Qancha? Bitta demak ko'rinmas damlama 55 ming tanga demak sotib olishi mumkin ekan. Sotmaysizlar, sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Maslahatim bu serverda o'zlaringizni demak fermalaringizni qilishlaringizni maslahat berardim. Demak damlama qiladigan fermalar bo'ladi. Mana shunaqa qilsangiz agar serverda auksionga sotib ko'proq mablag' topishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak rejim prokachki. Mana bu bizdan demak skupshigimiz hisoblanadi, buyer. Bunga demak narsa sotganimiz uchun bizga demak tanga berishadi va bu yerda demak plus tomoni qancha masalan narsa ko'p sotsangiz, u sizga shunchalik ko'proq demak mablag' demak keltiruvchi x ni ko'paytiradi va o'sha orqali siz demak 36 ming masalan bitta narsa uchun 36 tanga olsangiz agar, uni 2x qilsangiz agar, siz demak 72 tanga olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda demak avtoskopshik bor. Demak bu avto buyer orqali siz demak narsalaringizni demak AFK holda demak sotishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri aytsam foydali. Xo'p, va bu yerda demak bu demak qanaqadir unikal narsalarni demak bu ham sotar ekan. Bu demak bizning o'sha donat do'kondagi narsalar. Xo'p, bu yerdagi demak kiyim, mana bu yerda kiyim-kechaklar bor ekan. Bu kiyim-kechaklarni demak biz tokenlar orqali sotib olishimiz mumkin ekan. Bu yerdagi eng qimmatli demak resurslar. Xo'p, bu yerdagi demak menga regionlar qiziq. Qanaqa regionlar bu yerda bor ekan? Mana bu yerda demak diamond region bor ekan. Xo'p, bularni demak qo'yishni o'rganishimiz kerak bo'ladi albatta. Olmozli va demak izumrudli mamlaqalar bor va nezaridli bor ekan. Buni faqat donat orqali olishimiz mumkin ekan. Afsuski, mistiklarda agar olib qolsa agar o'ylaymanki, demak topish mumkin. Endi